Assalomu alaykum, men Luqmonova Madina. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan o'qituvchining professional malakasi mavzusida darsimizni olib boramiz. Bunda 3 ta rejamiz mavjud. Birinchi rejamiz o'qituvchining pedagogik, tarbiyachi sifatidagi faoliyati. O'qituvchilik faoliyatida pedagogik muammolar va 3-chi rejamiz o'qituvchining professional malakasi. O'qituvchining pedagog, tarbiyachi sifatida faoliyati, uning boshqa soha bilimlaridan xabardor bo'lishi, o'z faniga doir fundamental bilimga ega bo'lishi hamda maktab o'quvchisining shakllanib kelayotgan shaxs psixologiyasi, uning qobiliyatlari to'g'risida chuqur bilimga ega bo'lishi. Kishilik olamida sodir bo'layotgan sotsial voqea hodisalarni to'g'ri idrok etishi va ularga to'g'ri baho bera bilishi, guruh jamoasini yaxlit va har bir o'quvchining puxta o'rgana bilishi, ularning xulq-atvori va sotsial faoliyatini oldindan aytib bera olish mahorati g'oyat katta ahamiyatga egadir. Pedagog faoliyatida uning o'quvchilar turli yosh bosqichlarida ular bilan qanday uslubda ish olib borilishi katta rol o'ynaydi. Psixologik pedagogik adabiyotlarda o'quvchilarga rahbarlik qilishda tez-tez uchrab turadigan quyidagi 5 xil ish uslubi alohida ajralib ko'rsatilgan. Birinchisi avtokrat, ikkinchisi avtoritar, uchinchisi demokratik, to'rtinchisi liberal va beshinchisi novostchil o'quv dasturi hisoblanadi. Real hayotda pedagog faoliyatida uning rahbarlik usuli har turli subyektiv va obyektiv omillarning ta'siri ostida shakllanib boradi. O'qituvchilik faoliyatida pedagogik muomalaning muvaffaqiyatli bo'lishi ko'p jihatdan unda pedagogik qobiliyatning mavjudligiga va pedagogik nazokati, odobini egallaganiga bog'liq bo'ladi. Psixologiyada pedagogik qobiliyatlar deganda insonning muayyan psixologik xususiyatlarini tushuntirish, qabul qilingan. Bu xususiyatlar uning o'qituvchi vazifasida bolalarni o'qitish va bolalarga ta'lim berishda yuksak natijalarni qo'lga kiritishning sharti hisoblanadi. Ma'lumki, u yoki bu qobiliyatlarni hosil qiluvchi xislatlar va xususiyatlar orasida ayrimlari yetakchi rol o'ynasa, boshqalari yordamchi vazifasini bajaradi. Pedagogik faoliyatda shaxsning o'zaro fikr almashuvi bilan bog'liq xususiyatlari yetakchi rol o'ynaydi. Birinchi navbatda perseptiv, ya'ni idrok qilish sohasiga taalluqli bo'lgan xususiyatlar yetakchi rol o'ynaydi. O'qituvchiga o'quvchining psixologiyasini, uning psixik holatini o'xshash tarzda idrok etish, muayyan holda umuman sinf jamoasining ahvoliga va xususan mazkur pedagogik vaziyatdagi ahvoliga to'g'ri baho berish imkonini beradi. O'qituvchi o'z o'quvchilarini, ular muhitidagi o'zaro munosabatlar, o'zining ular bilan o'zaro munosabatlarini hozirgi daqiqada qanday bo'lsa, xuddi shunday idrok etish va ko'rish mahoratini, ya'ni ta'lim, tarbiya jarayonida ro'y berayotgan narsalarni ichidan idrok etish mahoratini doimo takomillashtirib borishi lozim. O'quvchilar bilan muomala qilish, pedagogning o'z tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini taqozo etadi. Buning uchun esa u gapirishni bilishi, zarur gapirishni muloqot olib borishini doim o'rganib borishi kerak. Pedagog jamoa bilan bolalar guruhlarining ayrim o'quvchilari bilan gaplasha olishi kerak. U darsni samarali olib borish uchun gapirishni bilishi, suhbat, ma'ruza, hikoya qilish kabi usullardan foydalanishi, umuman butun ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ya olishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.